Assalomu alaykum. Bugun Telegramga, kompyuterga Telegram qanday ulashni o'rganamiz. Xo'p, birinchi navbatda bizga Telegram dasturini internetdan yuklab olamiz. Buning uchun shunchaki Google Chrome ga kirib Telegram desktop yoki download yoki skачать deb yozsak yetarli. Mana Telegram desktop deb shunchaki bossak, mana originalini faqatgina desktop.telegram.org saytidan olishimiz kerak bo'ladi. Bosamiz va bizga Telegram для Windows degan turadi. Endi iOSlar uchun o'zi iOS sistemasida o'zi Telegram для iOS deb chiqqan bo'ladi. Xo'p, skачать qilindi. Endi bu yerga уже xohlasa ikkita yo'li bor. Birinchisi QR kodligi orqali, ikkinchisi mana shu telefon raqamini terish orqali hisoblanadi. Kelinglar, hozir men nomer orqali kirishni sizlarga ko'rsataman. Mana birinchisi быстрый вход va QR kod. Mana biz shuni shunchaki telefonni ko'rsatsak bo'ldi, lekin nomer bilan ko'rsatishlikni hozir sizlarga o'rgataman. Hozir raqam teramiz. Mana продолжить. Va bizni agar birorta laptop yoki birorta notebook yoki telefonga ulanmagan bo'lsa, bizga raqamimizga SMS keladi. Agar bu narsa oldin telefonimizda ochilgan bo'lsa, telefonga Telegramda уже anaqa сообщение keladi, xabar keladi. Kod для входа в Telegram degan yozuv bilan keladi. Odatda rus tilida ko'pchilikniki, ingliz tilida agar sizniki nima qilingan bo'lsa, uстановка qilingan bo'lsa, ingliz tilida chiqadi. Xo'p, mana bizga уже demak nima chiqdi? Telegramni dostubi chiqdi. Mana kimlar bilan gaplashganligi. Xo'p, birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda biza megabayt va xotirani to'ldirib yubormasligimiz uchun birinchi navbatda mana shu 3 ta chiziqni bosamiz, настройкаga kiramiz va настройкаdan deylik, mana bu продвинутые настройки deganiga bosamiz. Bu yerda eng kerakli qism bizga mana bu автозагрузка media degan bo'limini в личных чатах, в группах, в каналах degan bo'limlarni bosib chiqamiz. Mana загружать автоматически, avtomatik tarzda hammasini demak загрузка qilib yuklab olish, fotografiya, rasmlarni, fayllarni, video сообщенияларni, videoni, gifni mana saqlanib bosamiz. Demak, har bitta bo'limni mana shu belgilarni o'chirib chiqamiz. Nimaga? Telegramga kirganimizda avtomatik tarzda o'zidan o'zi ochilib ketmasligi uchun. Gruppalarni ham, kanallarni ham. Agar deylik, личный chatlarni, rasm deylik, mana video va rasmlarni, mayli fayllarni ham ochsin. O'zidan o'zi yapamiz. Masalan, mana rasmlarni o'zidan o'zi ochib ketadi mana. Tayyor ochib beryapti mana. O'zidan o'zi ochib ketadi. Buni yomon tomoni nima? Siz atrofingizda masalan hamkasblaringiz bo'lsa, oilaviy rasmlaringiz bo'lganida yoki bir shaxsiy ma'lumotlaringiz turganida boshqalar rasmlaringizni ko'rmasligi uchun siz mana bularni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, bu sizni xavfsizligingizni ta'minlab beradi. Bundan tashqari mana bu 10 megabaytliklarni ham kichiraytirib qo'ysangiz, masalan 1 megabayt, mana bularni 1 megabaytlik kichkina, eng kichkina razmerga qilib qo'ysangiz, shunda bular sizga demak o'zidan o'zi avtomatik ravishda demak загрузка yuklab olmas ekan. Xo'p. Menimcha Telegramni ochish bo'yicha, o'rnatish bo'yicha tushunarli bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.